Texnoparkda 80% dan oshiq mahallashtirish darajasiga ega bo'lgan yig'iladigan konteynerlarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bundan oldin konteynerlar chetdan keltirilar edi. Bu ularning narxi oshishiga sabab bo'lardi. Texnoparkning mobil konteynerlari xorijiy analoglardan qolishmaydi. Endi siz ularni Toshkentda buyurtma qilishingiz mumkin. Masalan, mahsulotlarni Xitoy analoglari bilan solishtirsak, ular bir xil o'lchamga ega. Va 5 daqiqada yig'iladi. Bundan tashqari, afzalliklar orasida issiqlik izolyatsiyasida 60 mm pir sendvich panel, Xitoy analogida esa 50 mm shisha tolasi ishlatiladi. Texnopark konteynerlarining eshik qoplamasi orasi penopoliuretan bilan to'ldirilgan va teploizolyatsiya qilingan. Xitoydan keltirilganlari esa eshik qoplamalari panelidan yasalgan bo'ldi. Texnoparkda ishlab chiqarilgan konteynerlarning pol qismiga 18 mm lak qoplamali suvga chidamli fanera qotirilgan. Ustida 4 mm-likdagi tag qismida 2 mm-lik uteplitli linoleum solingan bo'lsa, importlikning pol qismida asbestli 21 mm panel ishlatilgan. Tom qismini aytsak, Texnoparkning yig'iladigan konteynerlarida 35 mm-lik qovurg'ali pir sendvich panel ishlatilgan bo'lib, Xitoy konteynerlarining tom qismi 50 mm-lik shisha tola ustida profnastil yotqizilgan bo'ldi. Texnoparkda yig'iladigan konteynerlarni tanlab, siz ham vaqtingizni, ham naqdingizni tejaysiz.